Oshni pishirasizda birovga siz berasiz. Olib qoladi. Necha bo'lyapti? 96 ga bermayapman. 98 deyman bu. 96 bering. 96 ga pishmayapti ekan mana. Aytganimni beringizlar, voy bolalar. Beringizlar bu. Bu. Tamam, juda pat. 98 ni bering, mashina sizniki bu. O'zi yaqin qolibdi, pishayotgan joyiga keldi, o'zi pishayotgan joyiga keldi. Sadan hit pishingga keldi o'zi. 2 milliondagi men Ha, o'zi hech narsa qolmabdi. Pishib turgan osh bu aka. aytganimni qiling bu. Oshni pishirib berib ketmang birovga. Shunday. Arz bersangiz ham bo'ladi. 2 millionga so'lasa. Hozir 1 soatdan keyin Instagramga qo'ysa, 1 soatga qolmay sotilib ketadi. Bering bu. Bo'lmaydimi? Bo'shalmaysan, foydasimi sizga? 1-2 million yuziga qaramang, qarang. Ne qilamiz, qarang. Mana videoga ham tushyaptilar. Bu. Qarang. Pishib turgan osh ekan. 98 so'rayapsiz, ha? Siz 96 so'rayapsiz. Siz bir chiqing, siz bir tushing, pishsin shu osh. Bo'ladimi? Ha? Bosing 1 million yuziga qaramang, bosing. Bosing, men qarang, men blogerman shu. Qimmat bo'layotgan bo'lsa, men sizga aytadim, bozorda yuribman mana men. Boshib beradigan. Yaxshi uchun minaman deyapti, mining derman bu. Chekol demaysiz, qoling demaysiz, netadan. Prosta men hozir syomkasini qildim buni. Syomkasini qildim, menga sotilsa ham sotilmasa ham farqi yo'q. Ya, mashina yaxshi holatda turibdi, ko'rdik-ku. Pishib turgan savdoni qilmaylik, bosinglar. Ma'lumotlarni aytasiz. 19-yilda ishlab chiqarilgan. Amerikankalar qo'yilgan. Qancha yurgan dedingiz? 129 ming probegda ekan. Hech qanday ishi yo'q, xudo xolasa. Shu generalni mana bizga to'rtta yangi balon, 2019 dedingiz, ha? Puli necha pul dedingiz buni? Pulini 105 deymiz, kelishamiz. 105 deyapsiz. 105 deyotgan bo'lsangiz 100 dan pastga bitami? Bitadi, naqd pul bilan kelsa, xudo xolasa. Naqd pul bilan kelsa, nima bo'lsa chiqarib beramiz. shunda 95 dan pastigacha. 95 dan pastgacha 95 ga. 95, ha? Bu 95 atrofida bo'lsa bitta ekan, 100 dan pastga bitta ekan, 105 so'ragandilar. Mashina yaxshi holatda turibdi. Hozir bitta aylantirib obzor qilamiz, nomerlarni qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar.